شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم، وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. 571'de bir quyosh chiqdi, uning ismi Muhammad, ilk so'zi ummat. 571'de bir quyosh chiqdi, uning ismi Muhammad, ilk so'zi ummat. Otasidir Abdulloh, onasidir Amina, sut onasi Halima, nurlar indi zamina. Otasidir Abdulloh, onasidir Amina, sut onasi Halima, nurlar indi zamina. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. 6 yoshida bir musibat boshiga, vafot etdi onasi, qon qorishdi yoshiga. Tushdi 6 yoshida
bolasi qon qorishdi yoshiga. So'ng parvarish aylamish amakiyu bobosi, yelkadoshi Xadicha xizmatdadir Mavlosi. So'ng parvarish aylamish amakiyu bobosi, yelkadoshi Xadicha xizmatdadir Mavlosi. 40 yoshiga kirganda payg'ambarlik berildi. Allah birdir deganda butlar yerga yiqildi. 40 yoshiga kirganda payg'ambarlik berildi. Allah birdir deganda butlar yerga yiqildi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد. فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. يا حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan barcha musulmon birodarlar, bolajonlar, hammalardan hayitlar bilan Alloh taolo muborakli, barakotli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. Hurmatli bugungi tadbirimizni ishorani mehmonlari, aziz ota-onalar, hurmatli jajji bolajonlar, hammalar xush kelibsizlar. Barchaga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlar. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli ota-onalar, mehmonlar, hammalarni kirib kelgan Qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz avvalambor. Mana ko'p yillardan beri Hadiya fondi shunday bir ishoralarni amalga oshirib keladi. Alloh taoloning marhamati bilan, izni bilan hamda ko'p aka-ukalarimizning yordamlari bilan homiyliklarning ostida bu ishlarni amalga oshiriladi inshaalloh. Biz hozir shunday bir kunlar turibmizki, mana bilib turganinglardek, mana dunyoda juda bir qayg'uli ishlar amalga oshib ketyapti. Mana G'azoda bo'layotgan ishlar ko'nglimizda xira qilyapti. Mana shunday bo'lishiga qaramasdan, mana shu bolajonlarning ko'nglini olay degan maqsadda shu narsa uyushtirilgan Hadiya fondi tomonidan shu ishga hissasini qo'shganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Jonbozlik ko'rsatgan akamiz bor, Said Umar akamiz. Said Umar akani mana eshitgan bo'lsanglar, mana 3 kun, 4 kun oldin otasi vafot etdi. Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalar duo qilinglar. Sababi mana shu minglagan bolajonlarni xursand qilishlik yo'lida yurgan akamiz. Minglagan yosh bolalarni otasi o'tgan, onasi o'tgan muhtoj oilalarni holidan xabar olib, hatto qish kunlari mana ko'mir bilan ta'minlab
maktab formalari qilib berib, qish kunlari issiq kiyimlar bilan ta'minlab, Ramazon kunlari muhtoj oilalar qolmasin deb O'sh va Qorasuvda jonbozlik bilan xizmat ko'rsatib yurgan akamizni otalari vafot etdi. Shunday farzandni dunyoga keltirgan otalarning haqqiga duo qilish esimizdan chiqmasin bolajonlar. Mana shu bolajonlarning duosi ijobat. Inshaalloh shu otasini ruh poklariga hozir Qur'on tilovat qiladi akamiz, tinglaymiz, haqlariga duolar qilamiz. Shu bilan boshlaymiz inshaalloh. Yana bir bor hayitlar muborak bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأساتذتنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Mana shu sizlarning xursand bo'lishinglarga o'zini katta hissasini qo'shganlar bor. Juda ko'p mana O'shda, Qorasuvda savdogarlar, tadbirkorlar, kafe egalari, shularning hammalariga minnatdorchilik bildirib o'tamiz. 5 so'm beradimi, 10 so'm beradimi, 1000 so'm beradimi, mana shu bolajonlar xursand bo'lishi hissasini qo'shgan bo'ladi. Sababi undan tashqari mana harakat qilib, xizmat qilib yurgan bolalar bor. Betlarini yulib, mana shu sizlarning xursand bo'lsin deb turib, uyatmasdan, hijolat bo'lmasdan xizmat qilib yurganlar bor. Ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Undan tashqari mana Oxirat karvoni gruppasi, Saxovat hadiya gruppasi, mana shularga ham o'zimizning minnatdorchilikni bildiramiz. Sababi ular ham juda ko'p oilalarni xursand qilib, ko'ngillarni olib kelishyapti. Inshaalloh chiroyli o'tkazamiz degan umiddamiz. To'polon qilmaysizlar. Mana shu hozir Ahrorbek ukamiz davrani olib boradi. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حول صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان شمس روحي وحي ربي
جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني لا 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 من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني مسجد الغالب بن عوف ملتقى العمل الدؤوبي فيه رباني شيوخي وتلت وحيا لساني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حول صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني لا 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 من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني مسجد الغالب بن عوف ملتقى العمل الدؤوبي فيه رباني شيوخي وتلت وحيا لساني Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hamyurtlar, hurmatli hamshaharlar, butun dunyo mo'min musulmonlarning kirib kelgan Hayit bayrami bilan Qurbon Eidul Adho muborak bo'lsin. Alloh taolo mana shu bayramni barchalarimizga muborakbod qilsin. Nusrat oylaridan, nusrat yillaridan qilsin. Ya'ni hammalarimizni qalbimizni xira qilayotgan mana G'azo ahli, Falastin ahliga Alloh taolo nusrat bersin. Ana shundagi, ana shu yerdagi o'tganlarning hammasini shahidlardan qilsin. Mana inshaalloh mana shu biz O'sh va Qorasuvdagi otasi, onasi o'tgan bolajonlarni, undan tashqari muhtoj oilalarni har yili Hadya fond tomonidan Alloh taolo izni bilan undan tashqari ko'p homiylarimizni tashabbuslari bilan shu ishlarni amalga oshirib kelamiz. Mana inshaalloh bugun ham 350 dan ortiq bolajonlarni O'sh viloyati Noqat shahridagi sahobaga olib kelganmiz. Sahoba dam olish maskanida hozir shu bolajonlarning ko'ngillarini olishga harakat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu bolajonlardan kelajakda buyuk insonlarni chiqarishini shundan umidvormiz. Dinimizga xizmat qiladigan, ummatni g'amini yeydigan buyuk insonlarni chiqishlarini umid qilib qolamiz. Mana shu bolajonlar qilgan duolar ijobat inshaalloh.
har birlari duo qiladigan bo'lsa, chin qalbdan duo qiladigan bo'lsa, xursand bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh mana shu narsa bizning eng katta yutug'imiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol من الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله أو في رواية لا يفطر في أو لا يفطر في الصائم. يعني Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, mana shu bevalarni g'amida yuradiganlar, miskinlarni g'amida yuradiganlar mujohidlar kabidir. Ya'ni Allohning yo'lida jihad qilgan kishilar kabidir deganlar. Yana bitta rivoyatlarda ana shu Allohning yo'lida yurgan va miskinlarni, faqirlarni g'amida yurganlar kechalari qoyim bo'lgan kishilar kabidir deganlar. Yana bir rivoyatda esa hech qachon og'zini ochmaydigan, ya'ni iftor qilmaydigan ro'zador kabidir deganlar. Juda katta ajrga erishaman deganlar shunday bir xayrli ishlarda hamkor bo'ladilar. Ya'ni bu ishlarda ham bosh bo'ladilar inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo yana bir bor hayitlarni muborakbod qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek juda ham bir ajoyib tadbirni ustida turibmiz. Biz mana akalarimiz aytgandek 300 dan oshiq kam ta'minlangan, ya'ni bir nima deydi, bir qo'lida yo'q insonlarning farzandlarini mana bu yerda xursandchilikni birgalashib baham ko'rishlik uchun, ularga qalbiga oz bo'lsa-da bir xursandchilik kirgizishlik uchun mana ajoyib bir tadbirlarni ustida uyushtirib o'ynatib kelyapmiz. O'zimiz ham o'ynab degandek hammanglarga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musulmonlar, aka-ukalar, hurmatli opa-singillar, sizlarni hayit bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklayman. Mana shu chiroyli tadbirlarni o'tkazishlikka o'z hissalarini qo'shgan aka-ukalar, opa-singillar, qolaversa uzoq yaqindan hissalarini qo'shgan akalarimizga tashakkurlarimizni aytamiz, minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday chiroyli tadbirlarni o'tkazishga sabab bo'ldinglar. Alloh taolo sizlarga ajr savoblar bilan sazovor qilsin inshaalloh. Sizlardan minnatdormiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musulmonlar, hayitlar hammanglarga muborak bo'lsin. Ushbu tadbirni o'tkazishga hissasini qo'shayotgan barcha musulmonlarga Alloh rozi bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat, bayramlarni yaxshi o'tkazishni tilakdoshimiz. Assalomu alaykum aziz mo'min musulmon birodarlar. Mana bugun hayit ayyomi bilan bolajonlarimizni, kam ta'minlangan oilalarning bolalarini sahoba mahzaniga olib kelganmiz. Bolajonlarimiz Qur'ondan musobaqada, boshqalarda inshaalloh mana sovg'alarni olyapti, boshqalar bo'lyapti inshaalloh. Hayitlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Hozir biz Hadya fond jamoasi 350 dan oshiq boquvchisini yo'qotgan bolalarni olib kelib sahoba dam olish maskaniga tadbir uyushtiryapmiz. Xudo xolasa tadbirlarimiz ajoyib o'tyapti. Hammalarni Qurbon hayitlari bilan tabriklayman. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlarimiz, Hadya fondi jamoasidagi bolalar, barcha birodarlarimiz nomidan Alloh subhanahu va taolo har bir qilgan insonlardan, har bir harakatimizdan ajrini nasib aylab, jannatlarga tushishni nasib aylasin. Oxiratda ham bir-birimizga shu mehr oqibatli bo'lib, oxiratda hammamiz yuzimizni yorqisa Alloh subhanahu va taolo. Qalbimiz hamisha iymonga to'lsin. Qalbimiz hamisha Allohning o'zini iymonida, ibodatida yurishni nasib aylasin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hatto aziz vatandoshlar, aka opa-singillar, bugun mana bir ulug' kunda turibmiz. Qurbon hayit. Hammalar tabriklayman Qurbon hayit bilan. Alloh ibodatlarni qabul qilsin. Kellar shukrlar, sog'-salomat yetkazsin. Shu o'rinda bolalarni ham biroz xursand qilaylik deb shu bog'ni aylantirib bir tadbir qilyapmiz. Ularni ko'ngilini olaylik deb shunga hissa qo'shgan, xizmat qilayotgan hammadan Alloh rozi bo'lsin.
salomat bo'linglar. Kelgusi hayitlarni ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xudo xolasa mana Qurbon hayitidagi tadbirimiz ham yaxshi o'tyapti inshaalloh. Hozirda 400 ga yaqin bolajonlarimiz kelgan. Shu ehsonlarga o'z hissasini qo'shgan aka-ukalarimizdan, opa singillarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Qurbon hayitinglar muborak bo'lsin. Tartib saqlaymiz, odob saqlaymiz. Kalomulloh, Alloh taoloning so'zlari Qur'oni Karim o'qilyapti. Jimlik saqlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. رسول بالشوق فاضت شافتاه للأمة قد كان مناه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه. أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه. والصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفون فكان الرد ما معنا. أنتم أصحابي الأبرار وهم الإخوان الأخيار بيض غر كالأطيار وجه حلو ما أنداه وجه حلو ما أنداه. ومن الكوثر يشربون ومن يدي ينهالون بعدها لا يظمأون
فالشكر إليك يا الله، بعدها لا يظمأون، فالشكر إليك يا الله. لحبيبي كم أنا مشتاق، رسولي طال بي الفراق، والشوق قد ملأ الآفاق، وشوق القلب مقسى، ودمع عيني يذرف، والقلب حبا يرجف، وأنا ببابك واقف، أسألك يا ربي لقيا، أسألك يا ربي لقيا. عند الحوض يلاقينا، ومع الصحب يروينا، وللجنات أمانينا، لا تخذلنا يا ربا، وللجنات أمانينا، لا تخذلنا يا ربا. Assalomu alaykum. Bugungi o'sha yerga kelgan mehmonlar, o'sha yerga kelgan barchaga chong kichkina mehmonlar xush kelibsizlar. Bugun mana shu hayit bayramini baringizlarga shu bayramingizlar bilan qutlaqlayman. Shu baldarga ham den sog'ligi uzun bo'lsin, den sog'ligi chin bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Allohim shularga doimo iki dunyoning baxtliligi, iki dunyoning yaxshiligini bergan bo'lsin. Shu qilgan ishingizda doimo yaxshilikni ochiqchi bo'lsin, yomonlikdan qulpusi bo'l. Elning xizmatida yuraveringlar. Cho'ng rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shu baldarga ham baldar bilan uygulasim bilan tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Allohim shu baldar ne tilak maqsadi bo'lsa, shu tilak maqsadiga yetgan bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'lsin. Yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerak bo'lyapti. Hozir bir opamiz kelib shu yerga kuyovi qamalib qolganligini aytdi. Duo so'rab bering, shu otasi o'tgan bolajonlar duosi ijobat deb duo so'rab ketdi. Undan tashqari bir singlimiz kuyovi kasal bo'lib qoldi, shol bo'lib qoldi. Alloh taolo shifo bersin deb turib $100 ehson qilib ketdi. Ularga Farg'onadan ekan duo qilamiz. Duo qilamiz. Kasallarga Alloh taolo shifo kamol ato etsin. Safarda yurganlarga Alloh taolo safarlarni bexatar qilsin. Mana shu o'tirishimizga sababchi bo'lgan hamma barcha hissasini qo'shganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Xizmat qilganlardan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Beminnat xizmat qilishdi, mana bolalar issiq demasdan saharlar kelib mana xizmat qilganlar bor, kechadan beri kelib xizmat qilayotganlar bor. Qo'ng'ir akalarimiz hammasi, mana onaxonlar hammasi xizmat qilib yurishdi. Idish uyakanlar hattoki mana xizmat qilib yurishdi beminnat. Undan tashqari mana bu choyxonaning egasi ham juda arzon holatda kerak bo'lsa ehson qilib beryapti. Alloh taolo hammasidan rozi bo'lsin. Chiroyli duolar qilamiz. Mana kichkina qizaloqlar xizmat qilib yurishdi, yugurib xizmat qilib yurishdi. Alloh taolo mana shularni ham baxt kamolini bersin hammasini. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. Alloh taolo rozi bo'lsin. Shu ishni uyushtirganlardan ham, kelganlardan ham, ehsonlar berganlardan ham, otamga, onamga oxiratiga berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalar sog'likda, tinchlikda, oladiganlardan qilmasin, beradiganlardan qilsin deb niyat qilaylik. Niyatga bog'lagan ekanda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, so'raganlar minnamas degan, lekin so'raguchi qilmasin, ha? Hammamiz harakat qilaylik. Kim harakat qilsa boy bo'ladi, harakat qilmagan kambag'al bo'ladi. Yotaversa bermaydi-da hech kim. To'g'ri, sababini qilish kerak-da. Assalomu alaykum, yana bir bor. Xo'p, oxiriga ekan mana kimlar Somorda yurdik, bozorda yurdik, kimga yoqdik, kimga yoqmadik. Yoqqanlarga rahmat aytamiz, yoqmaganlardan uzr so'raymiz. To'g'ri qabul qilasizlar degan umiddamiz. Shuning uchun bolajonlarning xursandchiligi uchun sizlarda mavlaylar bilan shunchalik bo'lib ketdi. Rahmat katta. Yedirib ichirib, to'ydirib mo'min musulmon qilib yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bizlarni mana shu joyda jamlab qo'yib, barcha bolajonlarning xursandchiligida yurishligiga sababchi bo'lgan insonlardan Alloh taolo rozi bo'lsin.
Bizlarni yana shunday xursandchilik kunlarda Alloh taolo doim ko'rishtirsin, bardavom qilsin. Mana shunday majlislarni jannatlarda, Jannatul Firdavsda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalarni ijrosida barchamiz birgalikda bo'lib mana shunday tadbirlarni, majlislarni o'tkazishligida Alloh taolo bizlarga nasib qilsin. Barcha ihson qilganlarni, mana shu bolachalarni ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lganlarni Alloh taolo mol-mulkiga baraka bersin. Alloh taolo o'zlarida qoldirganiga va berganiga ziyodalik bersin. Alloh taolo 10 barobarlab, 100 barobarlab qaytarib bersin. Alloh taolo yomonlikni ko'rsatmasin. Barcha shifo talab bo'lganlarga Alloh taolo shifo bersin. Allohumma robbun nas adhibil bas ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Alloh taolo mana bu musofirda yurgan birodarlarimizni o'z panohida saqlasin, egri yo'ldan o'zi saqlasin. Alloh taolo doim to'g'ri yo'lda bo'lishligini ularga nasib qilsin. Va mana shu joyda xizmat qilgan barcha katta va kichik, erkak va ayol barcha xizmatchilardan Alloh taolo rozi bo'lib, ularni ko'p savoblar bilan ajrlantirib qo'ysin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Allohumma atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.